Leksiya vatandaş bugün çislağa 2025 yıl 3. ayının 19. gün heptiki çarşamba vatandaş. Enlikte devamı yani 18. günü 90 minut Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin bilen telefon söhbeti ötküzdü. Bunun hem yazma şeklini yazma haberini anlaysız vatandaşım. Prezident mavzumunda Prezident Donald Trump bilen Prezident Vladimir Putin telefonda sözleşti. Mavzulu haber. 3. ayının 18. günü Cumhurbaşkanı Nazar torbeti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump 3. ayının 18. günü telefonda sözleşti. Prezident Vladimir Putin bilen. Umumi bayan söhbet çarşamba günü düştün, keyin başlandı. Sen sile bilişki tigişlik işlamında. Yani sile bilişki tigişlik işlamında. Tünü gün keşte nurgun işla yüzbedi. Kıskartıp umumi bayan şeklinde haber kılımız. Prezident Donald Trump bilen Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump bilen Prezident Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin tünügün keçkiçe 2 saatçe telefonda sözleşti. İki taraf Ukrayna, Rusya enerjiye sahalarına hücum kılışını, özara hücum kılışını 30 gün to'xtatishga kelishdi. O'tgan hafta Ukrayna 30 gün urush to'xtatish qo'shilgan edi. Lekin Prezident Donald Trump Pakistan xabarlarining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Rossiya ustunlikda turganlikdan qisqa vaqt urush to'xtatish qiyinga to'xtaydi. Chunki urush maydonida Rossiya ustunlikda turyotidi, Rossiya g'alaba qilyotidi. G'alaba qilayotgan bir taraf suhbatga kelaman demdi, yo'q. Kelishim imzolayman demdi, yo'q. Bu kelishim imzolayman, sen bilan suhbatlashaman deyish bu ojiz o'rinda turayotganning gapi bo'ladi vatandosh. Shunga bu yerda Rossiya urush maydonida ustunlikda turayotganligi uchun bu suhbat, ya'ni kelishim imzolash qiyin to'xtaydi deyotdi. Telefon söhbeti ahırlaşkandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Sharq elchisi, alohida elchisi Steve Witkoff mundaq e'lon qildi. Amerika va Rossiya vakillari yakshanba kuni Saudiya Arabistonda suhbat o'tkazib, urushni umumyuzlik oxirlashtirishni muhokama qildi. Tuning 18 kuni seshanba bu o'tdi. Telefon suhbati o'tkazildi. Endi bunun davamı sifatida Rossiyaning siyosiy suhbat vakillari umiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy suhbat vakillari umiki Saudiya Arabistonda yana davomlashtirdi. Uzun muddatlik urushni uzun muddatlik oxirlashtirishni yana davomlashtirdi. Ikki taraf Rossiya Ukrayna o'zaro hujumni davomlashtiryapti. O'sha paytda o'zaro hujum qilishyapti. Haftanın 2. günü keştirek Rusya ve Ukrayna'nın her qaysı rayonlarına təxminən 40 tane adamsız aeroplan bile hücum kıldı. Bugün işte Rusya Devlet Müdafiə Ministerliği mundaq elan kıldı. Bir keçide Ukrayna'nın 57 tane adamsız aeroplanını etip düşürdük. Bu söz Rusya Devlet Müdafiə Ministerliğinin bayanı. Ukrayna Prezidenti Zelenskiy mundaq ko'rsatdi. Davomli hujum qilishni ko'rsatib berdiki, Rossiya umumyuzlik urush to'xtatishni rad qildi. Zelenskiy mundaq ko'rsatdi. Energiya aslahalariga hujum qilish 30 kun to'xtatish taklifini qo'llayman. Lekin men o'zim Prezident Donald Trump bilan ko'rishib, kelishimga aloqador tafsilotlardan xabar topishim kerak, dedi Ukrayna Prezidenti Zelenskiy.
Prezident Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bunda ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin bilan o'tkazgan suhbat nihoyat yaxshi va nihoyat yaxshi unumga erishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon suhbati o'tkazgandan keyin haqiqat mediyasi, ya'ni o'zining axborot mediyasi prezident Donald Trumpning da fikir qoldirib bunda ko'rsatdi. Va prezident Donald Trump tunji qatim Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan suhbatiga baho berib bunda ko'rsatdi. Bu qatimki suhbatimiz intayin yaxshi bo'ldi va boy unumga erishdi. Prezident Donald Trump fikir qoldirib, ya'ni bunda ko'rsatdi. Mening bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan suhbatim intayin yaxshi bo'ldi. Ham unumli bo'ldi. Biz barliq energiya aslalariga hujum qilishni to'xtatishga qo'shildik. Ukraina Rossiyaning energiya aslalari bazalariga, Rossiya Ukrainaning energiya aslalari bazalariga hujum qilishni, o'zaro hujum qilishni to'xtatishga kelishdik va qo'shildik. O'zaro tushunish hosil qildik. Biz urushni umumiylik to'xtatishga tirishchilik ko'rsatamiz. Oxiri Rossiya bilan Ukraina o'rtasida yuz bergan bu qo'rqinchli urushni oxirlashtiramiz. Prezident Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump yana bunda ko'rsatdi. Telefon suhbatida biz yana Rossiya ikki taraf tinchlik kelishimining konkret mazmunlarini muhokama qildi. Prezident Donald Trump haqiqat mediyasida fikir qoldirib, yana bunda ko'rsatdi. Necha minglagan askariy odamlar o'ldirildi, urush maydonida qazo qildi. Prezident Zelenskiy bilan prezident Vladimir Putin bu barliqni oxirlashtirishni umid qilishdi. Ya'ni so'zni to'liqlab turib, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bunda ko'rsatdi. Bu jarayon hozir davomli umumiylik qanot yoydirilyapti. Asray bunda ko'rsatdi. Prezident Donald Trump bilan prezident Vladimir Putin Rossiya Ukraina tinchlik musobaqasini energiya aslalariga hujum qilishni to'xtatishdan boshlab uzun muddatli tinchlik hosil qilishga birdak qo'shildi. Ikki taraf yana Qora dengizda urush to'xtatishni ishga oshirmoqchi bo'ldi. Umumiylik abadiy urush to'xtatishni ishga oshirmoqchi bo'ldi. Keyingi suhbat darhol O'rta Sharqda boshlanadi. Endiki suhbat darhol O'rta Sharqda boshlanadi. Ikki taraf O'rta Sharq masalasi so'zlashdi. Ikki davlat rahbarlari Iron, Isroilni tarmar qila oladigan kuchga ega bo'lmasligi lozim deb ko'rsatdi. Butun dunyo to'g'risida so'zlashdi ikki davlat rahbari. Bunun üstüne yaqinda Isroiliya bilan Hamas o'rtasida to'xtam tugudimi yoki buzildimi, qanday Isroiliya tungilardan yana G'azzaga hujum qildi vatandosh. Shunda qaraganda to'xtam yoki kelishim buni qaysi taraf xiloflik qildi? Balki Hamas xiloflik qilgan bo'lishi mumkin. Boshida hozir O'rta Sharq masalasi yana o'tirg'i chiqdi. Kreml saray bunda ko'rsatdi. Reuters agentligi xabariga asoslanganda Kreml sarayının bir parça bayonotida bunda ko'rsatildi. Prezident Vladimir Putin prezident Donald Trump bilan suhbatlashganda Amerikaning taklifiga qo'shildi. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning taklifiga qo'shildi. 30 kun urush to'xtatishga ma'qul bo'ldi. Amerika Birlashma agentligi bunda ko'rsatdi. Aqsaray prezident Donald Trump bilan prezident Vladimir Putin
energiya aslilariga hujum qilishni to'xtatish qo'shildi. Bu qo'shilishni, urushni oxirlashning tunji qadami deyishga bo'ladi deb ko'rsatdi Oqsaroy bayonotida. Bugungi leksiyalarimiz, ya'ni tunugun sizlarga aytdik. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump suhbatlashdi. Telefon suhbati o'tkazdi dedik. Hozir bu suhbatning endi nurg'un taraflari bo'ladi. Vatandosh tashqariga e'lon qiladigan, muxbirlarga bayon qiladigan tarafi bo'ladi. Maxfiy tarafi hozir o'ttirga chiqmaydigan tarafi bo'ladi. Lekin qisqasi bu yerdagi bir natija Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump telefon suhbati orqali Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'tishgan urush to'xtatishga qo'shilishini qo'lga keltirdi. Garchi energiya aslahalari, energiya manbalarini o'qqa tutishni to'xtatish deyilgan bo'lsa-mu, Oqsaroydan ko'rsatgan edik, bu suhbat yoki bu kelishim, 30 kunlik kelishim Ukraina Rossiya o'rtasida abadiy urush to'xtatish va abadiy aminlikni tinchlikni qo'lga keltirishning tunji qadamini bosdi deb ko'rsatdi. Hurmatli vatandosh.